ko'nglingizdan o'tayotganini bilolmayapman. Iltimos, nimalar his qilayotganingizni qo'shiqlarda kuylanganidek aytib bering menga. Qalbining yo'ldoshini, hayotining muhabbatini yo'qotish qanday bo'ladi? Ranglar bor edi. Ovozlar, qo'shiqlar bor edi. Ba'zan shunday onlarimiz bo'lardiki, olov sochlaridan uchqunlar sochilardi. Ko'zlarida yulduzlar ko'rinardi. Butun dunyo nurga to'lardi. Jumlai olam bir yurak bo'lib tomirlarimizda oqardi. Endi hech qanday rang yo'q.